8 qator she'rim boshimga 8 ta bomba bo'lgan. Abdulla Oripovni siyosiy ayblovlardan asrab qolgan voqea. Azizlar, bu galgi dasturimiz juda ham qiziqarli. Videoni oxirigacha tomosha qiling va tarixga sayohat qiling. Biz ham yuksaklarga tikkandek ko'zni, bizda ham bor edi matonat bardosh. Arslon chorlagandi qoshiga bizni, lekin qumursqalar bo'ldi safardosh. Kim edi u butun boshli davlatning madhiyasini yozgan rasmiy shaxsmi yoki o'z balkoni tokchasidan qotillar tashlab ketgan zaharni topib olgan nishondagi qurbon? Shuro minbarlarda turib so'zlagan deputatmi yoxud tunda chinorlar ostida arvohlar bilan sirlashib Qodiriy va Cho'lponning ruhiga qurbonlik keltirgan darvesh? Qanday qilib Qo'ng'irtov etakidagi chekka bir qishloqdan chiqqan yigitcha butun bir millatning uyg'onish pallasiga aylanib ketdi? Savollar ko'p, javoblar esa uning she'rlari va xotiralarida o'quvchi yuragini kutayotgan qon tomirlari kabi qotib qolgan. Ushbu maqolada bir qonlarni yurishtirib olamiz. Qani ketdik. Qo'ng'irtov etagidan parvoz qilgan lochin. 1941-yilning 21-marti Qashqadaryoning Koson tumani Neko'z qishlog'i jamoa xo'jaligi raisi Orifboy Ubaydulla o'g'li xonadonida kenja farzand dunyoga keldi. U ochiq kengliklarda tabiatning shafqatsiz va ayni paytda go'zal qonuniyatlari ichida ulg'aydi. Shoirning o'zi e'tirof etganidek, men yovvoyiroq o'sgan meva daraxtiga o'xshayman. Issiqxonada o'smaganman, sharoit taqozo qilmagan. 1958-yilda maktabni oltin medal bilan tamomlab Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zMU O'zbek filologiyasi fakultetining jurnalistika bo'limiga o'qishga qadam qo'ygan yigit poytaxt adabiy muhitini shunchaki kuzatuvchi bo'lib qolmadi. O'sha davr adabiyotida qoliplangan balandparvoz va hissiyotsiz she'rlar hukmron edi. Mafkuraga bo'ysunib yozilgan she'rlar esa qanotsiz qushlarga o'xshardi. Barmoq bilan sanarli yirik romanlar va faqat G'afur G'ulom yoki Hamid Olimjon kabi ustozlarning bir ikkita she'rlargina namuna sifatida o'qitilayotgan qoliplangan muhit hukmron o'zbek adabiyotiga 1965-yilda kutilmaganda mitti yulduz urildi. Xalq o'z dardini aytgan yoki uning ko'ksida nimanidir uyg'otgan asarni albatta qadrlaydi, qo'llaydi. O'quvchilar ham shu turtkini qashqadaryolik yosh shoir she'rlardan olishdi. Bulutlarga yondosh osmon ostida kiprikdagi yoshday turibdi dorboz. Qilichning damiday arqon ustida ko'zlarni yumib yuribdi dorboz. Odamlar uni olqishlang, qarang u naqadar epchil va o'ktam. Bizchi ba'zi bir ko'z ochiqlar eplab yurolmaymiz katta yo'lda ham. Adabiyotshunos Ozod Sharafidinov bu iste'dodni birinchilardan bo'lib ilg'adi va unga oq yo'l berdi. Shoir o'z yo'lida Abdulla Qahhor, Mir Temur, Shayxzoda, Oybek kabi ulkan zotlardan saboq oldi. Oybek domla uni uyiga chorlab, yozuvchilar uyushmasiga a'zolik uchun tavsiyanomani o'z qo'li bilan tutqazdi. Albatta bunchalik silliq va tez kechmagan bari. 8 qator bomba. Aytganimdek, yosh iste'dodli va o'tli shoir qadam-ba-qadam cho'qqiga ketar ekan, xavf ham ortib bordi. Yuqorida bo'lsin chaqmoqlarni o'ziga tortmay qolmadi. 60-yillarning oxiriga kelib, yoshlarni tarbiyalash niqobi ostida kuchli ta'ziqlar boshlandi. 1967-yil 20-avgust Abdulla Oripov o'zi bilan bir maktabda o'qigan hamqishlog'i Hanifa Mustafoyeva bilan turmush quradi. To'yda Erkin Vohidov, Shukur Xolmirzayevlar ishtirok etadi. Shu to'yda Erkin Vohidov o'z g'azalini, Abdulla Oripov esa yozajakman she'rini o'qigani uchun qattiq nazoratga olinadi. Tuxumdan chiqdi-yu keltirib uni shu loyqa hovuzga tomon otdilar. Tashlandiq ushoq yeb o'tadi kuni, xoru xas xazonlar ustun yopdilar. Dunyoda ko'rgani shu tor hovuzcha va mudroq tollarning achchiq xazona. Menga alam qilar tilla baliqcha, bir ko'lmak hovuz deb bilar dunyoni.
Shoir qaysi mavzuga qo'l urmasin, uning she'rlaridan siyosiy xato axtarish, sirtmoq to'qish boshlandi. Masalan, yuqoridagi Tilla baliqchi she'ridagi loyqa hovuz obrazini sovet tuzumiga qilingan ishora deb qabul qilishdi. Undan ham avvalroq qistirib o'tganim Dorboz she'ridagi ko'zi ochiqlar eplab yurolmaydi katta yo'lda ham degan misralar orqali sotsialistik jamiyatga tuhmat qilmoqda degan ayblovlar qo'yildi. Shoir o'zi aytganidek, bular siyosiy ayblov. Siyosiy ayblov qo'yilganlar esa yo otilib, yo qamalib, yo'qotilib yuborilardi. Ming yillarkim bulbul kalomi o'zgarmaydi. Yaxlit hamisha, ammo sho'rlik to'tining holi o'zgalarga taqlid hamisha. Ona tilim sen borsan shaksiz, bulbul kuyun she'rga solaman. Sen yo'qolgan kuning shubhasiz, men ham to'ti bo'lib qolaman. Eng dahshatli hujum esa mana shu ona tilimga she'ri chop etilganda yuz berdi. Ijodkorning o'zi buni 8 qatorlik she'rim boshimga 8 ta bomba bo'lib yog'ilgandi deya eslaydi. Xullas, hammasi tayyor, ayblov bor. G'arazgo'ylar yetarli, endi qatl qolgandi xolos. Shunday bir vaziyatda keskin burilish yuz berdi. Moskvadagi seminar vaqtida shoir Balqor shoiri Qaysin Quliyev guruhiga tushadi. Vaziyatdan xabar topgan Quliyev vositachiligida mashhur rus shoiri Aleksandr Tvardovskiy o'zining liberal qarashlari bilan tanilgan Noviy Mir jurnalida Abdulla Oripovning bir nechta she'rlarini e'lon qilib yuboradi. Bu xalqaro e'tirof Toshkentdagi qora niyatli kimsalarning qo'lini bog'lab qo'yadi va shoir qamoqdan omon qoladi. Ular Moskvadan hayiqishgan edi. Tahdidlar faqat ma'naviy emas, jismoniy tus ham olgandi. 1970-yili shoirning qizi shoira hali 1 yoshga to'lgan paytda ularning balkoni rayhon ekilgan tuvagi yoniga tunda kuchli zaharli moddalar, chiroyli qizil va sariq dorilar ko'rinishida sochib ketiladi. Zahar kimyo institutida tekshirilganda uning xavfli ekani tasdiqlanadi. Kichik go'dakning og'ziga tushishi mumkin bo'lgan bu dorilar orqali suiqasdni anglagan ota qanday ruhiy azoblarni boshdan kechirganini tasavvur qilish qiyin emas. Deydilar, it hurar, o'tadi karvon, ranju balolardan yonmasin joning, lekin alam qilar bir umr giryon, itlar orasidan o'tsa karvoning. Dantening do'zaxi va Navruz fojiasi. 1970-yillarda Abdulla Oripov jahon adabiyoti durdonalaridan biri Dante Aligiyerning ilohiy komediya asarining do'zax qismini o'zbek tiliga tarjima qildi. Bu jarayon shoir ruhiyatiga qattiq ta'sir qilib, u tushlarda qo'liga ketmon ushlab, qabrlarni kovlab, odam suyaklari va kallalari bilan suhbatlashib chiqqanlarini eslaydi. Ushbu og'ir ruhiy va ijodiy mehnat natijasida shoirda Jannatga yo'l 1978 dramatik dostonini yozish g'oyasi ham tug'iladi. Bu doston ham osonlikcha bosilmadi. Uni sovet voqeligini buzib ko'rsatishda ayblashdi, faqat maxsus komissiyaning aralashuvidan so'nggina asar omon qoldi. 1988-1989 yillar O'zbekistonda milliy qadriyatlarga qilingan eng qora hujumlar davri bo'ldi. O'zbek tili taqiqqa uchrab, Navruz bayrami bekor qilindi. Vaziyat shu darajaga yetdiki, qozonda qaynayotgan sumalaklarga tuproq tortildi. Sunnat to'ylari taqiqlandi va hatto janoza o'qish o'rniga marhumlarni musiqa va doklat bilan ko'mish joriy etildi. Shunday og'ir bir paytda matbuotda Abdulla Oripov nomidan Salom bahor sarlavhasi ostida Navruzga qarshi soxta maqola e'lon qilindi. Haqiqatda buni u yozmagan edi, lekin uni chaqirtirib nomidan chiqqanini tasdiqlashga majbur qilishadi. Shoir 3 nafar akasi va oilasining xavf ostida qolishidan cho'chib, tishini tishiga qo'yib, bunga ham chidaydi. Sen bizni kechirgin ey Navruzimiz, g'aflatda chalg'idi ul kun ko'zimiz. Yuzingga shapaloq tortib yubordik,
sho'r paxta bosamiz endi o'zimiz. Mangu madhiya va so'nggi izolyatsiya. O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qilgan tarixiy kunlarda Abdulla Oripov voqealar markazida edi. Hatto o'sha mustaqillik e'lon qilingan majlisga kelayotganda ham bir qadar ikkilanish bilan shoirning cho'ntagida bitta yangi she'r bo'lmasa, shoirligi bekor deb kechasi bilan uxlamay she'r yozib olib boradi. Adolatning hayotbaxsh shamollari keldimi? Haq nihoyat xalqimning arzin qabul qildimi? Necha yillar orziqib kutgan kunlar keldimi? Yelkamizga oftobning tekkanligi rost bo'lsin, o'zbekni o'z niholin ekkanligi rost bo'lsin. Shoirning yana bir tarixiy desa arzigulik xizmati davlat madhiyasini matnini yozishi bo'ldi. U tanlovda anonimlikni saqlash uchun qo'ng'irtovliq taxallusi ostida ishtirok etadi. Qariyb 2 yil davom etgan 3 bosqichli tanlovda uning she'rlari g'olib chiqdi. Bastakor Mutal Burxonov bilan birgalikda so'z va ohangini go'zal birlashtirishadi. 1992-yil 10-dekabrda madhiya matni qabul qilindi. Abdulla Oripov xalq shoiri bo'ldi. Bir qator ordenlar 1998-yilda O'zbekiston qahramoni unvonini, 2015-yilda Italiya yulduzi va xalqaro oltin yulduz ordenlarini oldi. Biroq bir qarasam, bu dunyoda baxtim borday. Bir qarasam butkul olam menga torday. Bir qarasam murodimga yetgandayman, bir qarasam ko'zim ochiq ketgandayman. Shoirning so'nggi yillari ham sokin va xotirjam kechmadi. Umrining oxirgi 7 yilini u go'yoki uy qamog'i holatida o'tkazdi. Barcha rasmiy matbuot, televideniya va radiodan uzib qo'yildi. Oripov shogirdlari va yaqinlariga ham menga yaqin yurma, qoram senga ham yuqadi deya hazil aralash kinoyalar qilib turardi. Aslida ham tinglovchidan uzilib qolishdan-da yomonroq holat bo'lmasa kerak shoir uchun. Shunda ham zamon zayli bilan internet orqali Oripovning she'rlari chiqib turdi. Quyida uning eng so'nggi AQShning Houston shahrida yozilgan she'ridan parcha keltirilgan. Har bir uyda ayg'oqchi, har qadamda iskovuch. Odamni ko'rsa qochar bedovlaring xurkovuch. Oshingga zahar soldi g'animlaring bir hovuch. Yovuzlarning qo'lida gulday vatanim qoldi, boshida panohi yo'q, tulday vatanim qoldi. Darvoqe shoir salomatligi yomonlashgach, Houston shahriga davolanish uchun ketishga majbur bo'ladi. Vatandan yiroqda bo'lsa-da, qalbi hamisha O'zbekiston bilan urib turar, biroq holati og'irlashib borardi. 2016-yil 5-noyabr kuni 75 yoshida uzoq davom etgan og'ir kasallikdan so'ng shoir vatandan uzoqda yorug' olamni tark etdi. U hukumat qarori bilan Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn qilindi. Abdulla Oripov haqiqiy xalq dardini aytgan, ommani xalq qilishga uringan o'tli shoir edi. Mashra bosilganda qayoqda eding? Cho'lpon otilganda qayoqda eding? Surishtirganmiding Qodiriyni yo, qalqon bo'lganmiding kelganda balo? Hukmlar o'qilur sening nomingdan, tarixlar to'qilur sening nomingdan. Nimasan qandayin sehrli kuchsan, nechun tomoshaga bunchalar o'chsan? Qarshingda hasratli o'yga tolaman, qachon xalq bo'lasan, ey sen olamon. Mana shu yerda maqolamiz o'z nihoyasiga yetdi. Azizlar, videorolik sizga yoqqan bo'lsa, videorolik ostiga bir dona like bosib, kommentariyada o'z fikr mulohazangizni qoldirishni unutmang.